Robocon testdagi 0,2-16 masalani Pythonda yechamiz. Bu masalada n beriladi. N dan kichik shunday a ni topishimiz kerakki, sanashimiz kerak nechtaligini. A ni 10 darajasi plus 1 ni 10 ga bo'lganda qoldiq 0 bo'lsin, ya'ni 10 ga bo'linsin. Xo'sh, bu degani nima degani? Bu degani, demak 1 ni qo'shgandan keyin 10 ga bo'linsa degani, o'zini a ni 10 darajasini 10 ga bo'lsa qoldiq 9 bo'ladi degani. Endi biz to'liq videoda tushuntirdik. Ana faqat har o'ntalikda ikkita son 3 bilan tugaydigan va 7 bilan tugaydiganlargina 9 bilan tugaydigan 10 darajasi. Demak, shuni sanaymiz xolos. Va ana qoldig'ini ham sanaymiz. Masalan, endi o'qib oldik. Natijani 10 ga bo'lyapmiz, ana butun bo'lish bu va 2 ga ko'paytiramiz. Chunki ikkita sonda aytdik, ana ikkita sonda 7 bilan 3 bilan tugaydiganlarda 10 darajasi 9 bilan tugaydi. Va qoldig'ini olamizda, qoldiq ham 7 dan teng yoki katta bo'lsa, yana ikkita qo'shib qo'yamiz. Chunki masalan 19 da, 17, 18 larda yana uni ham sanashimiz kerak. 13 va 17 ni. Agar 7 dan kichik bo'lsa yu 3 dan katta bo'lsa, 3 ga teng yoki katta bo'lsa, 1 ni qo'shib qo'yishimiz kerak. Demak, ana natijani chiqaramiz. Ana accept bo'ldi. Bu degani to'g'ri degani. To'liq videoni ko'rishni havolaga bosaman.